Koreyada bugun nima ish qildim va u menga nech pulga tushdi? Bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Bugun soat 7 ga yaqin, ya'ni 10 ta kam 7 da men o'zimni uyimdan 500 metr narida bo'lgan Apatida Chonsu ishiga bordim. U yerda bir tojikistonlik akamiz bilan birgalikda ishladik. Samishildagi sajang bizga soat 6:50 ga yetib boringlar dedi. Bu yerdagi sajangda o'zi ham kechib keldi. Bizlar esa bizlarcha sajangni kutib hech nima ish qilmay o'tiraverdik. Sajang kelgandan keyin ishimiz darrov boshlanib ketmadi. Ozgina u yoq bu yoqqa o'tdik, bahona qildik. Sajanda o'zi ham ish yoqmasga o'xshab ko'rindi. Shu bilan ishlay obed boshlandi. Obedda hamma o'z uyiga ketdi. Men ham o'z uyimga asta-yana ketib oldim. Uyga dam olgani boryapman, lekin xayolimda faqat mana shu qo'shiq. Siz ham eshiting-da. Qaytgim kelsa-da senga, qaytmadim, qaytolmadim. So'nggi so'zlarim nega? Uyga kelganda ham tinch o'tirmadik, kiyimlarni almashtirdik va yuvinib olganimizdan so'ng kechga yaqin salat qilishni boshladik. Ya'ni bu iftorlik dasturxoni uchun salat qilib boshladik.